Ko'pchilik erkaklar orasida uchraydigan varakasellik kasalligini, kelib chiqish sabablarini va davolash usullarini ushbu videoda batafsil gaplashamiz. Varakasellik kasalligi qachon kelib chiqadi? Qachon bu kasallikka tashxis qo'yiladi? Yoki bo'lmasa inson o'zida varakasellik borligini qayerdan biladi? Ushbu savollarga javob topamiz. Varakasellik tushunchasiga ozroq ta'rif berib o'taman. Bu moyak qon tomirlarini venoz kengayish kasalligi, tizimli kasallik bo'lib hisoblanadi. Misol uchun, oyoq va qo'llarda yaqqol kengaygan venoz qon tomirlar varikoz deb yuritiladi. Xuddi shu tomirlar moyakda bo'lsa, varakasellik deyiladi. Varakasellikning kelib chiqish asosiy sabablari bu tug'ma kasallik bo'lib hisoblanadi. Bundan tashqari kichik chanoq a'zolarida qon dimlanishlar holatlari kuzatilsa yoki qandaydir o'sma holatlari bo'ladigan bo'lsa, ich qotish bilan bog'liq muammo, qolaversa og'ir yuk bilan doimiy shug'ullanuvchi insonlarda varakasellik kasalligi juda ko'p uchraydi. Erkak kishi o'zida varakasellik borligini uy sharoitida qanday bilsa bo'ladi? Buning uchun moyaklarni palpatsiya qilib, ya'ni paypaslab ko'ramiz. Moyak atrofida juda ko'p uzun shingiliga o'xshagan tomirlar sezilsa, demak bu varakasellik bo'lishi mumkin. Varakasellik doim ham og'riq beravermaydi. Varakasellik bir tomonlama yoki ikki tomonlama bo'lishi mumkin. Chap tomonda ham, o'ng tomonda ham yoki ikkala tomonda ham baravar uchrashi mumkin. Ko'pchilikni og'riq, noxushlik, diskomfortlik bezovta qilmagani uchun varakasellik bor yoki yo'qligini bilmaydi. Bepushtlik bilan murojaat qilib kelganlarga yoki harbiy tayyorgarlikka borish uchun tibbiy ko'ruvdan o'tayotganlarga, uylanishdan oldin tekshiruvdan o'tadiganlarga yoki moyakdagi estetik muammolar bilan murojaat qilib kelganlarga varakasellik aniqlanib qoladi. Varakasellikni darajalarga bo'lish degan tushuncha bor. Bu Sarteschi bo'yicha yoki Yevropa urologlar assotsiatsiyasi rekomendatsiyasiga binoan 1-chi, 2-chi, 3-chi darajaga bo'lishlar taklif qilingan. Lekin bir narsani unutmang. Varakasellikni operatsiya qilish kerakmi yoki yo'q degan savolga darajaga bo'lish hech qanday ahamiyatga ega emas. Ko'pchilik menga savol beradi. Doktor, menda 1-chi darajali varakasellik bor ekan yoki menda 2-chi darajali varakasellik aniqlanib qoldi. Operatsiya qildiraymi yo'qmi? Varakasellikni operatsiya qilish kerakmi yoki yo'q? Buni darajaga qarab aytib berib bo'lmaydi. Endi yana savollar keladi. Menda 1-chi darajali varakasellik, nima qilsam kasallikni oldini olgan bo'laman? Nima qilsam kasalligim rivojlanib ketmaydi? Mutlaq to'liq tavsiyani o'zi mavjud emas. Og'ir yuk ko'tarmaslik, torroq ich kiyim kiyib yurish bu kasallikni kelajakda avj olish xavfini kamaytiradi. Bemorlarda savol tug'iladi. Varakasellik bo'lsa, qachon operatsiya qilinadi, qachon operatsiya qilinmaydi? Agar 1 yildan oshiq farzandsizlik holati kuzatilsa yoki homilani erta tushish holati kuzatilsa, jinsiy zaiflik kelib chiqsa, testosteron miqdori pasaysa yoki bo'lmasa moyakdagi noxushliklar sezilsa, estetik jihatdan moyak venalarining diametri 3 mm dan qalinlashsa, 3 sekunddan uzoq refleks davom etsa, spermani miqdori, aktivlik foizlari tushib ketadigan bo'lsa, mana shu holatlardagina operatsiya qilinadi varakasellik. Qolgan holatlarda, misol uchun 3-darajali varakasellik bor, jinsiy hayot yaxshi, moyak o'lchamlari yaxshi va farzandi bor. Bu bemorga varakasellikni operatsiya qilish shart emas. Endi varakasellik kasalligidan qutulmoqchi bo'lsangiz, aniq yechimni aytaman. Varakasellikni turli dori-darmonlar, mazlar, gellar, qandaydir duolar yoki malhamlar, mashqlar, massajlar sizni varakasellikdan qutqarmaydi. Ya'ni aytmoqchimanki, behudaga pul sarflab varakasellikni dori-darmon bilan davolayman deb aldanib qolmang. Butun dunyoda varakasellikdan qutulishning eng optimal varianti mikroskopik marmar operatsiyasi. Mikroskopik marmar operatsiyasining afzalliklari: operatsion jarohatni qisqa bo'lishi, ya'ni 2 yoki 3 sm. Reabilitatsiya davrini qisqa bo'lishi, yuqori effektivlik. Operatsiyaning eng asosiy yuvansi moyakni qon bilan ta'minlovchi arteriya qon tomiri saqlab qolinadi. Bu esa parenximani yaxshi oziqlanishiga va operatsiyadan so'ng moyak ichidagi testosteron miqdori oshishiga, urug'lar morfologiya va foizlarining yaxshilanishiga katta yordam beradi. Qolaversa, mikroskopik marmar operatsiyasining qaytalanish darajasi va asorat berish darajasi juda past. Sababi operatsiyada mikroskop ishlatiladi. Misol uchun, Ivanisevich operatsiyasi bilan marmar operatsiyasining farqini taqqoslab ko'rsataman. Ivanisevich operatsiyasida operatsion jarohat katta bo'ladi. Shuning uchun bemorda reabilitatsiya, ya'ni operatsiyadan keyingi bosqich og'ir o'tadi.
Ivanisevich operatsiyasidan so'ng qaytalanish foizi ko'proq bo'ladi. Ya'ni operatsiyadan 2-3 yil o'tib varakasellik qaytalanishi mumkin. Qolaversa, texnik nosozlik tufayli arteriya qon tomirlari bog'lab qo'yilishi yoki urug' yo'llari bog'lab qo'yilishi mumkin. Ivanisevich operatsiyasidan so'ng uchrovchi eng ko'p asorat bu vodiyanka, ya'ni moyaklarda suv yig'ilib qolishi. Marmar operatsiyasidan so'ng esa asoratlar va qaytalanish deyarli kuzatilmaydi. Xulosa qilib aytganda, agar sizda varakasellik aniqlangan bo'lsa va shu aniqlangan varakaselliga operatsiyaga ko'rsatma bo'ladigan bo'lsa, qancha vaqtli jarrohlik amaliyoti o'tkazilsa, shuncha bemor uchun yaxshi. Varakasellikning eng og'ir turlari, ya'ni yoshligida chov-chuvralari, vodiyanka yoki qandaydir jarrohlik amaliyotlari o'tkazgan bemorlar uchun varakasellik aniqlanib qolsa, operatsiyaga ko'rsatma bo'lsa, bu biroz murakkabroq bo'ladi. Qolaversa 3-4 marta varakasellik jarrohlik amaliyotini boshdan o'tkazib, yana qaytib meni qabulimga kelib varakasellik qildirmoqchiman deganlarga, qandli diabeti bor insonlarda varakasellik yoki tug'ma qanaqadir anomaliya, nuqsonlar bilan murojaat qilib kelganlarda varakasellik, ya'ni bu eng og'ir darajada jarrohlik amaliyotlari bajariladigan varakaselliklar. Qolaversa bitta moyaklik insonlarda uchraydigan varakasellik. Shu va shunga o'xshagan o'zlaringizning individual savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Biz sizga albatta javob qaytaramiz. Bundan tashqari, barcha urologik muammolar, buyrak tosh kasalliklari, prostata bezi xavfsiz giperplaziyasi, prostatitlar, enurizlar, jinsiy zaiflik, tez bo'shanish, aloqaga xohish yo'qligi, vodiyanka, chov-chuvrasi, xullas barcha urologik muammolar bo'yicha yoki qandaydir siydik yo'llarda uchrovchi infeksiyalar bo'yicha muammolaringiz bo'lsa, shaxsan o'zimning telefon raqamlarimga murojaat qilishingiz mumkin.